Es gibt ein Verbrechen nordöstlich von hier zu wohnen. Kimsan? Millating nima? Rусский. Rусский. Urushgacha nima ish qilgansan? Şoför. Endi bizga xizmat qilasan, bizga shofyor bo'lasan. Пошел. Куда надо. Olib borib otib tashlang. Sen kimsan? Men tatar. Urushgacha nima qilgansan? Beşe kadar men traktorchi edim. Traktorchimisan? Demak, tank haydashchi bo'ladi. Bizga xizmat qilasan, bizda tank haydaysan. Ey nemes, men sizga xizmat etmayman. Haydamaysan? Olib borib otib tashlang. Sen kimsan? Millating nima? Men qozoqman. Qozoq. Qozoq. Urushgacha nima ish qilgansan? Men urushga deyim 5 barmoq pishirganman. 5 barmoq? 5 barmoq? Ha! Ovqat. Endi bizga ovqat qilasan? Men sizlarga 5 barmoq pishirmayman, 5 sapalaq urayman. Otib tashlang. Olib borib otib tashlang. Assalomu alaykum nemis akajonlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Kayfiyatlar, uydagilar zo'rmi? 3-4 kishi yig'ilib to'p degan osh qilib turdik. Birdan kelib qoldinglar. Nimalar yaxshi ko'rar ekan? Sizlar bo'shanglar, otamiz deysizlar. Unaqa emas endi, akajonlar. O'zbek. Xudoga shukr, o'zbekman, o'zbek. Ha? Yaxshi. Qo'shqarvoy. Yaxshi. Bizga xizmat qilasan? Albatta, mana shu nemis xalqi uchun, nemis akajonlarim uchun xizmat qilaman deb kelganman. Nafaqat sizlarga, qarindosh urug'laringga ham qo'ldan kelguncha xizmat qilaman aka. Kerak bo'lsa, butun millatingizga xizmat qilaman akamjonim. Yashavor o'zbek. Urushgacha nima qilgansan? Gurkov bo'lganman. Gurkov. Ha. Gurkov. Kim u Gurkov? Endi Nima ish qiladi? men sizga hozir tushuntirib bera olmayman-da so'zda. Ana shu avtomatchani menga bersangiz, ko'rsatib beraman. Nega? Nay! Yaramas, fashist. Ura! Молодец. Endi va'da berganimdek sizlarga xizmat qilaman. Ana shuni Gurkov deydi. Ana bolalar, kuraylarni olib keling.